Triumph Daytona 675 RR. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hormaylar, qalaysiz, yaxshisizlar? Tarjimam salom akalar. Sizlarga Qo'shma Shtatlarda va Yevropada juda ham mashhur bo'lgan original 675 kubli mototsiklni inshaalloh sotuvga qo'ydik. Bitta obzor ko'rib olsangiz, keyin bir o'zingiz baho berib o'tasiz. Nazar tutib o'tayotgan mototsiklim Triumph Daytona. Kubaturasi 675 kubli bo'ladi. 3 ta silindrli injektor motor bilan jihozlangan 675 kubli motorimizni birinchi kurs so'zida 171 tezlikni bemalol o'ynab kulib tashkil qilib bera oladi. Gap ochig'ini aytish kerak, Triumph lekin dizaynlarni ishlab chiqarish ko'rinishi juda ham bopliydi. Shu mototsiklimiz 2007-yil ishlab chiqarilgan okalar, dokumentlari, xat hujjatlari hamma narsasi joyida. Harakatlangan probegi 41 ming probegi tashkil qiladi. Bak sig'imimizga keladigan bo'lsa, okalar 17,5 litr benzinni o'zining ichiga qamrab ola oladi. Birinchi kurs so'zida 171 ga chiqib beradi okalar. 675 kub o'ylab olsanglar, hazil ekan narsa emas okalar. Mototsiklimizni polisi tekshirib qaradim okalar. Oldi orqa balonlarni yangi taqib qo'ygan ekanlar, seplari ham yangi, smaska hech nima ishi yo'q ekan inshaalloh. Polisi qarab haydab yurilgan mototsikl ekan. Narxi qizuv bo'lyapti akalar, $5300 so'rayaptilar. Mototsikl lekin juda zo'r. Novichoklarga vobshe kuchli qiladi. Olib masa qilib haydash kerak. Bitta ovozini eshitamiz. Maksimalni 260-280 ni tashkil qiladi. Internetlarda ko'ryapmiz, kimnidir 250 dan oshira olmayapti, kimnidir esa 270-280 haydayapti. Mototsiklimiz prinsipi ideal holatda turibdi akalar. Kimga agarda qiziq bo'lsa, 2007-yil ishlab chiqarilgan 41 ming probeg, dokument, xat hujjatlari joyida. Yaqindagina 5300 ga sotyaptilar. 2 milliondan shu dokumentim ketdi dedilar. Srochni sotib yuboraman dedilar. Akamga sport yoqmabdi, sport meni qiynadi dedilar. Sport turist haydardilar 6 istalik. Sport meni charchatar ekan dedilar. Shu sabab olgan narxlarga bermoqchilar. Kimga agarda qiziq bo'layotgan bo'lsa, pastga egalar nomerlarini yozib qo'ydim. Inshaalloh bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.